Assalomu alaykum, hurmatli hokim yordamchilari. Joriy yilning 24 fevralida Prezidentimiz tomonidan statistika ishlarini tashkil etish va yuritish tizimini yangi bosqichga olib chiqish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi PF 27 son farmoni qabul qilingan. Farmonning ikkinchi ilovasi 11 bandiga muvofiq hokim yordamchilari tomonidan tomorqa xatlovi asosida yig'ilgan ma'lumotlar, xususan tomorqada ekilgan mahsulot hajmi, taxminiy daromad manbai, ya'ni daromad hajmi va shu bilan bir qatorda tomorqadagi ya'ni tomorqadagi chorva, e, yirik va mayda shoxli qoramol va boshqa turdagi uy hayvonlari bo'yicha ma'lumotlarni statistika qo'mitasiga taqdim etilishi belgilangan. Topshiriq jozini ta'minlash maqsadida Kamalni qisqartirish bandlik vazirligi tomonidan ya'ni onlayn mahalliy elektron platformasining alohida uy xo'jaligi xatlovi moduli shakllantirildi. Modul doirasida hokim yordamchilar o'z hududidagi tomorqasi bor xonadonlarga joyiga chiqish va tomorqadagi ekilgan mahsulot bilan bir qatorda ya'ni tomorqada boqiladigan uy hayvonlarini ma'lumotlarini kiritib ketish kerak bo'ladi. Bunda fuqaroni ism familiya uchastasiga bosish orqali alohida forma, ya'ni shakl ochiladi. Fuqaroni ma'lumotlari, ya'ni shu bilan bir qatorda yirik shoxli qoramol mavjud emasligi, mavjud bo'lgan taqdirda, ya'ni qoramolning turi bo'yicha sog'iladigan g'unajin, nasldor, buqa yo boshqa turdagi ma'lumotlar avtomat ravishda umumiy sonni keltirib chiqadi. Qo'y va echkilar mavjud emasligi, xuddi shunday nasldor qo'chqor, echki va boshqa turdagi ma'lumotlar kiritilgandan so'ng avtomat ravishda ma'lumotlar shakllanib boradi. Otlarning mavjud yoki mavjud emasligi, tuyalarning mavjud emasligi, shu bilan bir qatorda eshaklar soni agar bo'lmagan taqdirda nolni belgilash orqali ma'lumotlarni yo'qligi haqida ma'lumot kiritib borish mumkin bo'ladi. Va shu bilan bir qatorda mavjud parrandalar, agar mavjud bo'lgan taqdirda ma'lumotlarni kiritib, qo'shimcha ravishda sonlarni kiritish va saqlash orqali umumiy ma'lumotlar kiritiladi. Mazkur xatlov chorakda bir marta amalga oshirilishi va chorakda bir marta statistika agentligiga taqdim etib borilishi joiz. Shuni inobatga olgan holda, hurmatli hokim yordamchilar, mazkur xatlovni tomorqa xatlovi bilan bir qatorda olib ketishingiz va tomorqa xatlovi bo'yicha ma'lumotlar mobil ilovaga chiqishi bilan bir qatorda mazkur forma ham mobil ilovaga chiqariladi. E'tibor uchun rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.